Bukilmagan inson. Ahmadjon Odilovning hayotining 5 fasli. Birinchi fasl. Bahori. Ahmadjon Odilov 1925-yil 1-may tavallud kuni. Ular oilada 7 farzand edilar. Ahmadjon Odilovning otasi Jamiyat kolxozi raisi Odiljon Fozilov 1939-yilda Rossiyaning Mangoxta deb nomlangan borsa kelmas gulagida Sovet qatag'onining qurboni bo'ldi. Ahmadjon Odilov estaliklaridan: mening otam Fozilov Odiljon 1930-yillarda qishloq aholisini kolxozga kirishga da'vat qilganlarini eslayman. Ham qishloqlarimiz, agar siz kolxoz tuzib rais bo'lsangiz, biz barchamiz kolxozga kiramiz deganlarida, otam rozilik berib faollar bilan jamiyat kolxozini tuzishgan va otamni rais etib saylashgan. 1936-yili ro'y bergan qattiq qurg'oqchilik tufayli Toshkentga, hozirgi yangi yo'lga ketdik. Urumsaroydan ko'chib kelgan 212 xonadon Niyozbosh qishlog'ida kolxoz tuzib, otam raisligida ish boshlashdi. Otamni qamoqqa olganlaridan so'ng 1938-yilning sentyabrida Urumsaroyga qaytib keldik. Ikkinchi fasli. Yozi. Ahmadjon Odilovni 1957-yili o'sha davrdagi Namangan viloyat obkomining birinchi kotibi Abdulhay Toirov tavsiyasi bilan Oxunboboyev nomli kolxozga raislikka saylashdi. Bungacha u shu xo'jalikda bosh hisobchi yordamchisi, bosh buxgalter, partkom, rais o'rinbosari edi. Yurt tashvishini yelkasiga olib, uni raislikka saylashganda onasi Bahrinisa aya shu ishga bekor xo'p debsanda bolam degandi. Rosta Ahmadjon onasidan bu gapni kutmagandi. Dadang rahmatlikni ham raislikka odamlarning o'zi ko'rsatgandi. Xalq dushmani deyishdi. O'shanda u kishini raislikka ko'rsatganlar, doim qatida yurganlar oraga tushalgani yo'q. Hammasi ham jonlarni saqlash payida bo'lishdi. Hatto otang ustidan yozib berganlari ham bo'ldi. Bu hukumat o'zi shunaqa ekan. Elning nazari tushgan odamlarni o'sib unishiga qo'ymas ekan. Sening ham boshingga otangni kuni tushmasa deb qo'rqaman bolam. Qayoqdagi xayollarga borasizda ona? Deya kuldi Ahmadjon onasining bu gapiga javoban. U vaqtlar boshqa edi. Hozir boshqa. Yo'q bolam. Hamma zamonning o'z bo'rilari, tulkilari bor. O'zbekiston rahbari bo'lib 25 yil ishlagan Sharof Rashidov ham qaysi bir yig'ilishda Ahmadjon Odilovning onasi uning kolxozga rais bo'lishiga qarshi bo'lganini gapirgandi. Ishlar nihoyatda yurishib ketdi. Zalvorli qadamlar, dadil odimlar muvaffaqiyatlarda bo'y ko'rsata boshladi. Ahmadjon Odilovning ish uslubi negizida tezkorlik, shaxt shijoat, sobit qadamlik, mehnatkashlik, avvalo rejalarni puxta tayyorlash, o'rta va pastki bo'g'im rahbarlarga talabchanlik, ilg'or, samarali fan texnika yutuqlarini amaliyotga keng tatbiq etish yotardi. Ishchil, tizimli sa'yi harakatlar pirovardida o'zi boshqarayotgan savxoz texnikum bazasida kichik xo'jaliklar birlashtirilib, yangi savxozlar tashkil etilib, sobiq SSSRda birinchilardan bo'lgan gigant Pop Agro sanoat birlashmasi barpo bo'ldi. 3 fasli. Kuzi. Ahmadjon Odilov mehnati, shaxt shijoati, tashabbuskor, tadbirkor va ishbilarmonligi bois juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Obro', e'tibor va e'tirofga sazovor bo'ldi. U asos solgan Pop Agro sanoat birlashmasi 12 savxoz va 17 ta korxonani o'z ichiga olgan edi. Unga qarashli 774 ming gektar ekin yer va yaylovlarda 40 mingdan ortiq kishi mehnat qilgan.
1983-yilda KPSSning eng yuqori organi Politbyuro Ahmadjon Odilovning tajribasini butun Sovetlar ittifoqi bo'ylab yoyish haqida qaror qabul qiladi. Rossiya va boshqa ittifoqdosh o'lkalarda APOlar tashkil etish boshlanadi. Ahmadjon Odilov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan paxtakor, sotsialistik mehnat qahramoni, SSSR Oliy Soveti deputati, Kolxozlarning ittifoq Soveti a'zosi, Pop tumanidagi yirik agrosanoat birlashmasi raisi, ilg'or paxtakor sifatida butun ittifoqda tanilgan edi. 4-fasli qishi. Ahmadjon Odilov hibsga olingan payt uning turmush o'rtog'i Chinnigul aya Otajonova yalang oyoq, uvvos solib qamoq mashina avtozak orqasidan yugurmoqda, yelmoqda edi. Chinnigul aya Otajonova estaliklaridan. Qaro kunlarim 1984-yil 13-avgustidan boshlandi. Tomorqadagi Makka jo'xorini o'rib turuvdim. Qo'shnilarim qiy-chuv qilib kirib qolishdi. Odilovni ushlab olishganmish. Hushim boshimdan uchib, ko'chaga yalangoyoq yugurib chiqsam, hamma yoqda avtomat ushlagan soldatlar, milisalar Odilovni olib ketishyapti. Qani endi yeta olsam? Orqalardan dod-voy qilganimcha qolaverdim. Keyinchalik gazetalarda Odilovni qamoqqa olib ketishayotganda bir kolxozchi ayol sevinchidan ko'chaga yalangoyoq otilib chiqdi va yig'ladi deb yozishdi. O'sha baxtiqaro ayol men edim. 270 tom, 47 ming betlik jinoyat ishi. Bironta joyda aybni bo'ynimga qo'ya olgani yo'q, deydi Ahmadjon Odilov. 7 yil 9 oy Moskvada tergovda o'tirdi. Zulm, ta'ziq, azob, uqubatlarga arslondek dosh berdi. Birorta qora ko'z yurtdoshi, millatdoshini sotmadi. Odilov sudda raislik qilayotgan SSSR Oliy sudi a'zosini haqoratlarga ko'mib tashlagan. Meni sud qilishga haqqing yo'q. Sud O'zbekistonda bo'lishini talab qilar. SSSR Oliy sudida birorta sudlanuvchi o'zini bu qadar mag'rur va jasur tutmagan bo'lsa kerak. Ahmadjon Odilov nafaqat raislik qilayotgan sudyani, uning timsolida SSSR Oliy sudini, qolaversa davlatini ham haqoratlagani ko'rinar edi. Sodda qilib aytsak, ularning barchasini onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatgan edi. Moskvaning Izvestiya gazetasini taniqli huquqshunos sharhlovchisi Yuriy Feofanovning Ahmadjon Odilov haqidagi sharhidan. Hozir Odilovning aybi haqida gapirishga hojat ham yo'q, haqqimiz ham. Chunki hukm chiqarilgani yo'q. Lekin 7 yil 9 oy qamoqda o'tirish, davlatning odamga qarshi tashlangan qatag'on apparatining qudrati va tamoman chegarasiz, nazoratsiz tergovi Ahmadjon Odilov misolida kuchsizligini ko'rsatdi. U qamoqning birinchi onlaridanoq qo'yilgan ayblarni butunlay rad etdi. O'tgan yillar davomida biror marta ham o'z munosabatini o'zgartirmadi. Ayblov qarorining birontasini ham tan olmasligini qat'iyat bilan bayon qildi. Sudda o'zini mag'rur tutdi. Himoyada emas, hujumda bo'ldi. 1991-yil 13-dekabr Toshkent. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi birinchi anjumani sobiq Pop Agrar ishlab chiqarish birlashmasi bosh direktori Ahmadjon Odilovning 8 yildan buyon qonunsiz ravishda qamoqda saqlanayotganligi munosabati bilan qat'iy norozilik bildirdi. Ahmadjon Odilov O'zbekiston fuqarosi sud hukmisiz jinoyatchi deb e'lon qilinib, og'ir azob va uqubatlarga giriftor etildi. Ahmadjon Odilov davrida o'zlashtirilgan yerlar, tashkil etilgan xo'jaliklar har yili davlatga minglab tonna paxta, pilla, meva, sabzavot, chorva mahsulotlari yetkazib bermoqda. Uning sa'yi harakatlari bilan barpo qilingan zamonaviy posyolkalarda yuzlab xo'jaliklar yashamoqdalar. U endi jinoyatchi bo'lib qoldimi? Qonunsizlik va zo'ravonlikka chek qo'yilsin. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi birinchi konferensiyasi qatnashchilari. 1937-yil qatag'on qilingan va keyinchalik tamoman oqlangan Odiljon Fozilovning G'urum saroyidagi ramziy qabri portlatildi.
mal'un tergovchilar, jaholat askarlari bu qabrdan Ahmadjon Odilovning oltinlarini izlashgan edi. Natija esa hamon yo'q. 1991-yil dekabrida Sovet hukumati tugatilib, O'zbekistonda birinchi prezidentlik saylovi arafasida Ahmadjon Odilov ozodlikka chiqdi. Biroq ozodlik uzoqqa cho'zilmadi. 1993-yilda Ahmadjon Odilov 5 tonna ammofoz o'g'itini talon-taroj qilishda ayblanib qamoqqa olindi. Shu yilning o'zida sobiq SSSR prokuraturasi olib borgan tergovi asosida 10 yil qamoq jazosi tayinlandi. Ahmadjon Odilov hayotida qamoqlar poygasi boshlanib ketdi va 15 yil davom etdi. 2008-yil 4-iyunda 83 yoshida eng keksa mahbus deb tan olinib ozodlikka chiqdi. Alloh taoloni chizgan chizgidan chiqmasliklarini, qonunlarimizga itoat etishlarini, o'zimizdan saylangan rahbarlarga itoat etishlarini, qonuniy talablariga itoat etishlarini so'rayman hammalarga. Alloh qabul qilsin. 2016-yildagi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llab, o'zining ustozi Sharof Rashidov xotirasini abadiylashtirish va tavalludining 100 yilligini nishonlash taklifi bilan murojaat qildi. 2017-yilda 93 yoshida kindik qoni to'kilgan G'urum saroyida vafot etdi. 5-fasli. Oyning 15-i yorug'. Mangu yashashga urinmang, baribir bu qo'lingizdan kelmaydi. Bernard Shaw. Ha, mangulik Parvardigorga xos. Ahmadjon Odilov mangulikka da'vogar bo'lmagan albatta. Biroq u gapdonlik, vaysaqilik, demagoglik bilan emas, chinakam faoliyat, mehnat, zahmat va matonat bilan o'z shon-shavkatini yaratdi. Ahmadjon Odilovning aytishicha, Sharof Rashidov uni diplomat bo'lmagani uchun tanqid qilar ekan. Sharof aka, meni diplomat emassiz deb urishar edi. Hozir ham diplomat emasman. Odamlarni rozi qilishdan ustuvor, ezgu g'oya amal qilayotgan yangi zamon, yangi O'zbekistonda Ahmadjon Odilov va u kabilarning sha'ni, qadr-qimmatining tiklanishi ulkan sharafdir. Zero adolatdan tiriklargina emas, marhumlar ham umidvordirlar. Diling kuymasin noumidlik bilan, yorug' kun tug'ilgay qaro kechadan. Shayx Muslihiddin Sa'diy. Mirzayevni Xudo shunday yaratgan ekan, u tarjima holini o'qidim. Yoshliklar qiynalib o'sgan, Alloh taolo menga kuch bergan, kuchi ko'p ekan. Lekin shunga biz hammamiz bir bo'lib, millionlar, qo'shni mamlakatlar hammamiz bir bo'lib yordam qilsak, lekin shu amalga oshadigan gapni gapiryapti. Lekin shu turishdan hamma bir bo'lib yordam bermasa, juda qiynalib qolish xavfi bor. Qiynalib shunga kuch-quvvat tilaymiz. Rejasini, mo'ljallarini amalga oshirishda hamma millionlar bir bo'lib yordam qilishini butun xalqqa iltimos qilaman.